أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Şundan keyin sizlar va'danglardan yenib oldinglar. Agar sizlarga Allohning fazli va rahmati bo'lmasa edi, cho'qim ziyon tortquchilardan bo'lardinglar. Aranglardagi shanba kuni beliq tutmaslik to'g'risidagi cheklamadan chetnab ketguchilarni qandoq qilganligimizni sizlar obdan bilasizlar. Biz ularga xor maymun bo'lib ketinglar degan edik. Biz bu jazoni ularning zamondoshlari va keyingilar uchun ibrat, taqvodorlar uchun vaz nasihat qildik. Qotili noma'lum bir jinoyat sodir bo'lgan vaqtda Musa o'z qavmiga Alloh sizlarni bir kala bo'g'izlashga buyuryotidi degan edi. Ular sen bizni masxara qilyapsan dedi. Musa men boshqalarni masxara qilib nodonlardan bo'lib qolishdan Allohga sig'inib panoh tilayman dedi. Ular biz uchun Robbingga iltijo qilgan, Rabbing bizga uning qandoq kali ekanligini aniq deb bersin dedi. Musa Alloh uni cho'qim qiyrimu emas, yoshmu emas, o'ttir yosh bo'lsin deb aytdi. Sizlar buyurilganni qilinglar dedi. Ular biz uchun Robbingga iltijo qilganki, bizga uning qandoq rangda ekanligini aytib bersin dedi. Musa aytdiki, Alloh u kalining rangi qarg'uvchilarni zo'qlantiradigan sap-seriq bo'lsin dedi. Ular biz uchun Robbingga iltijo qilganki, bizga uning qandoq kali ekanligini texmi aniq bayon qilsin. Biz qandoq kali bo'g'izlaydiganligimizni bilolmay qoldik. Aniq bo'lgandan keyin Alloh xolisa biz uni o'rindashning yo'lini cho'qim topamiz deyishdi. Musa Alloh uning yer haydashga, ziroat sug'urishga ko'ndirilmagan, bejirim, rangida olisi yo'q kala bo'lsin deydi dedi. Ular amdi to'liq bayon qilding dedi. Ular kalini tepib kelib bo'g'izladi. Ular buni o'rin deyolmag'ili tas qolgan edi. O'z vaqtida sizlar bir kishini o'ldirib qo'yib, buni bir-biringlarga do'ngashgan edinglar. Halbuki sizlar yushurganni Alloh oshkorlig'idir. Sizlarga Musa orqali dedikki, kalining bir parchasi bilan o'likni uringlar. U tirilib qotilini aytib beradi. Alloh o'liklarni shundoq tirildirdi. Sizlarni aqlini ishlatsin deb qudratining alomatlarini sizlarga mushundoq ko'rsatdi. Shuningdan keyin sizlarning dilinglar qaytib ketdi. U toshdek yoki toshdan mubaq qaytib ketdi. Halbuki toshlar orasida ichidan suv etilib chiqib, eriqlar hosil bo'ladiganlari bor. Yerilib orasidan suv chiqadiganlari bor. Allohdan qo'rqib, yuqoridan do'malab tushadiganlari bor. Alloh qilmishinglardan g'ofil emasdir. Ey iymon etganlar, Yahudilardan bir guruh odam Allohning kalomini anglab tushgandan keyin uni bilib turib o'zgartib etgan tursa, yana ularning iymon aytishini umid qilamsizlar. Ular mu'minlar bilan uchrashgan chaqda biz iymon aytdik deydi. Bir-biri bilan yolg'iz qolgan chaqda bo'lsa, iymon aytganlar Robbinglarning dargohida bizga qarshi pokit qilib ko'rsatsin deb Alloh sizlarga Tavratda bildirganlarni ularga so'zlab beryapsizlar. Buningga aqlinglarni ishlatmamsizlar deydi. Yahudilar o'zlarining yushurun va oshkora ishlarini Allohning bilib turadiganligini uqmamdi. Ularning ichida kitobni, ya'ni Tavratni bilmaydigan, faqat o'ydirmalarga quloq soladigan, xiyolga tayindigan savodsizlarmi bor. Kitobni o'z qo'li bilan o'zgartib yezib, ondan uni ozg'ini manfaat badaliga setib etish uchun bu Alloh tarafidan nozil bo'lgandir deguchilarning holiga voy. Qo'li bilan yezib olgan narsalari tufaylidan ularning holiga voy. Bu orqali erishgan harom narsalari tufaylidan ularning holiga voy. Ular bizni do'zax o'ti sanoqli kunlarda ko'ydirdi deydi. Ey payg'ambar, ularga deginki, sizlarga Alloh shundoq qilishga va'da berganmi?
Agar va'da bergan bo'lsa, Alloh va'dasiga hargiz xiloflik qilmaydi. Yoki sizlar o'zinglar bilmaydigan narsalarni Alloh nomidan da'vatamsizlar. Amaliyat sizlar degandek emas. Kimki gunoh qiladigan va gunohga petib ketadigan, ana shundoq kishilar do'zax ahlidir. Ular do'zaxda mangu qoladi. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilgan ana shu kishilar jannat ahlidir. Ular jannatda mangu turadi. O'z vaqtida biz Isroil avlodidan Allohdan boshqasiga ibodat qilmaslikqa, ota-onaga, yaqin tuqqanlarga, yetimlarga, miskinlarga yaxshilik qilishga, kishilarga yaxshi so'z qilishga, namozni mukammal ado qilishga, zakot berishga ahdi olgan edik. Aranglardagi ozg'ina kishidan boshqalaringlar ahdidan yenib oldinglar. Sizlar hamisha shundoq yenib olasizlar. O'z vaqtida bir-biringlarning qaynini to'kmaslikka, bir-biringlarni yurtinglardan haydab chiqarmaslikqa sizlardan chin ahdi olgan edik. Keyin uni qabul qilgan edinglar. Buningga o'zinglarmi guvoh. Keyin sizlar ahdini buzib bir-biringlar o'ltirdinglar. Aranglardan bir turkum kishilarni yurtidan haydab chiqardinglar. Gunoh va dushmanlik qilish bilan ularning qarish tarafidagilarga yordam berdinglar. Ular asirga tushib kelganda bo'lsa fidya berib qutqizib olasizlar. Halbuki ularni yurtlaridan haydab chiqarish sizlarga harom qilingan edi. Sizlar kitobning bir qismiga ishinib, yana bir qismini inkor qilamsizlar. Shuni aniq bilinglarki, sizlardan shundoq qilganlarning jazosi dunyo hayotida rasvo bo'lish, qiyomat kuni azobning eng qattiqiga duchor bo'lishdir. Alloh qilmishinglardan g'ofil emasdir. Ana shular oxiratning badaliga dunyo tirikchiligini setib olgan kishilardir. Shunga ulardan azob yeniklatilmaydi. Ularga azobdan qutulishi uchun yordam qilinmaydi. Shak shubhisizki biz Musaga kitobni, ya'ni Tavratni berdik. Uningdan keyin payg'ambarlarni orqama-orqa avatdik. Maryam o'g'li Isoga mo'jizlarni berdik. Hamda uni Ruhul Qudus, ya'ni Jibril bilan qo'lladik. Har qachon biror payg'ambar sizlarning ko'nglinglarga yoqmaydigan bir narsa elib kelsa, takabburlik qilaveramsizlar. Payg'ambarlardan bir qismini yolg'onga chiqardinglar, yana bir qismini o'ldirdinglar. Ular, ya'ni Yahudiylar, bizning dillarimiz pardilinib qolgan dedi. Aksicha ular haqiqatni inkor qilganligi uchun Alloh ularni o'z rahmatidan qo'g'ladi. Shunga ular bakmu az iymon aytadi, ya'ni to'liq iymon etmaydi. Allah tarafidan ularga qo'lidagi Tavratni tasdiqlaydigan kitob, Qur'on kelgan chaqda ular uningga ishonmadi. Ilgari ular Tavratda sifati bayon qilingan Muhammad alayhissalomni vosita qilib, kofirlarga qarshi o'zlariga yordam kelishini tilaydi. Ular o'zlari biladigan bu payg'ambar kelgan chaqda uni inkor qildi. Allohning la'nati mushundoq kofirlarga bo'ladi. Ularning Allohning bandalari ichidan xoligan biriga payg'ambarlik ato qilganligiga hasad qilganlikdan Alloh nozil qilgan Qur'onni inkor qilib, o'zini nobud qilishi ajab yomon ishdir. Ular usti-ustiga g'azabga uchradi. Bu kofirlarga xorlig'uchi azob bor.